ming, 16 ming, 10 ming, 17 ming. 4 tami? Uni bizlar keyin 4 ga bo'lamiz. O'rtacha bitta shokoladimiz necha puldan tushishini topish uchun. Qo'ysak 13 ming, 16 ming, 29 ming, 29 ming, 10 ming. 39 ga 17. 56 mingni 4 ga bo'lsak 14. Demak, shokoladimiz o'rtacha har bir necha puldan tushar ekan? 14 ming. Endi sizlar qaranglar, buni topinglar. Kartoshka necha puldan? 8 ming.